O'zingiz orzu qilgan hayotingizga mana shu 2 yil ichida erisha olishingizga ko'zingiz yetadimi? O'sha orzu qilgan uylar, o'sha orzu qilgan mashinalaringiz, o'sha orzu qilgan sayohatlaringiz, mana shu narsaga 2 yil ichida erisha olishingizga ko'zingiz yetadigan bo'lsa, men sizga bitta narsa o'rgataman. Faqat buni bitta sharti. Siz 1 yil davomida kelajagi bor sohani tanlab, chuqur o'rganasiz. Har kuni o'zingiz ustingizda ishlaysiz. Shanba, yakshanba degan narsani miyangizdan mutlaqo o'chirishsiz. Ana endi sizlar voz kechishingizga kerak bo'lgan narsalar bor. Birinchisi qizlar. Undan tashqari har xil video o'yinlar, keyin social network, ya'ni internet va eng oxiri sizga kerakmas bo'ladigan g'ib bekorchi do'stlar. Aynan mana shu yo'l siz orzu qilgan hayotga olib boradi. Shaxsan o'zim ham mana shu hayotga yetib kelishim uchun hamma narsadan voz kechganman. Do'stlardan, internetdan, hattoki Instagram sahifasiga 4 yildan ortiq kirmaganman. Tinimsiz mehnatlar orqasidan Xudoga shukr, mana hozir men o'zim orzu qilgan hayotimda yashayapman. Inson qila olgan ishi inson bemalol qila oladi. Faqat buni orqasida turgan mehnatga inson chidab bera olishi kerak. Hozir men treyderman. 7 yildan ortiq tajribam bor va 1,5 mingtadan ko'p o'quvchilarni aynan moliyaviy savodxonlikka o'rgatdim. Orzu qilgan hayotingizga erishmoqchi bo'lsangiz, meni sahifalarimga obuna bo'ling va men sizga tradingga oid bo'lgan qimmatli ma'lumotlarni sahifamda bepulga yetkazib boraman.